siz har oy soliq to'laysiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu pullar aslida qayerga ketadi? Iqtisodiyotda soliq bu davlatning asosiy daromad manbai. Ya'ni davlat sizsiz ishlay olmaydi. Bu pullar odatda 4 yo'nalishga ketadi. Birinchisi ijtimoiy xizmatlar, ya'ni maktab, universitet, kasalxonalar. Keyingisi infratuzilma, yo'llar, transport, elektr tizimi shular jumlasidan. Uchinchisi bu xavfsizlik, ya'ni armiya va huquqni muhofaza qilish. So'nggisi esa davlat boshqaruvi, vazirliklar va davlat xodimlari. Teoriyada bu tizim juda mantiqli. Siz soliq to'laysiz, evaziga xizmat olasiz. Bu ijtimoiy kontrakt deb ataladi. Lekin amaliyotda hammasi bir xil emas. Ba'zi davlatlarda soliqlar maksimal samarali ishlatiladi. Boshqalarida esa samaradorlik past yoki korrupsiya mavjud. Shuning uchun muammo soliqning o'zida emas. Savol bitta: siz to'layotgan pul sizga qaytyaptimi yoki yo'q?